Qo'shni, assalomu alaykum. Qo'shni, uyingizdan badbo'y hid kelyapti. Muzlatgichingiz buzildimi? Uzr qo'shni. Faraz qiling, sizni qo'shningiz oddiy, sodda, tinch totuv yashaydigan yigit. Ertalab sizga salom beradi. Kerak bo'lsa, sizga yordamlashadi ham. Undan hech kim qo'rqmaydi. Va keyinchalik ma'lum bo'ladiki, xuddi shu xonadonda o'ntalab odam o'ldirilgan va haftalab murdalar ushalgan. Va eng dahshatlisi, siz buni sezmagansiz.